Men sizga 5 yilgacha foizsiz rassrochkalar yopiladi degandim. Qarang, Kia K5 avtomobilimiz va Kia Sonet avtomobilimizga hozircha 5 yillik rassrochkalarimiz ochiq. Qolgan avtomobillarimizga bo'lsa foizsiz rassrochkalar 5 yilligi yopildi. Kia K5da Comfort va Comfort Plus, Kia Sonetda uchala pozitsiyasi ham hozirgi kunda 5 yillik foizsiz rassrochkaga amal qiladi. Ushbu premium segmentdagi Kia K5 avtomobilimizni hozirgi kunda foizsiz o'zini tan narxida xarid qilib olishga shoshiling. 30% boshlanish to'lov qilasiz 36 oyga, 40% boshlanish to'lov qilasiz muddati 5 yilga. Kia Sonet modelimiz uchala pozitsiyasiga ham 5 yilga foizsiz rassrochka xarid qilib olsangiz bo'ladi. Aynan ko'rib turgan Kia Sonet avtomobilingizda birinchi pozitsiyasini naqd 9 ta bonusini tekinga qo'lga kiritishingiz mumkin. Kia K5 va Sonet modellarimizda 5 yilgacha foizsiz rassrochka xarid qilmoqchi bo'lsangiz, unda boshlang'ich to'lovingiz qancha ekanligini kommentariyada hozirroq yozib qoldiring. Bizning menejerlarimiz 2 soat ichida batafsil ma'lumot beradi yoki pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Biz sizga doim foydalisini taklif qilamiz.